Xo'sh, assalomu alaykum hurmatli O'zbekistonlik hurmatli yurtdoshlar. Bugungi sanamiz 30-mart, haftaning dushanba kuni 2026-yil. Syomka bo'lyapti. Toshkent viloyati Qibray tumani Bo'rotadan, Mayskidan bu yoqqa ko'chdik biz. Bilasizlar yurtdoshlar, Bo'rotaga ko'chganmiz Chinobodga. Sherzit akamning fermasidan obzor bo'lyapti. Mana bu buqalarimizni oyoqlarida ozgina qolgan deb chiqazuvdik. Mana bular ancha oyoqlari yaxshi bo'lib qoldi. Mana etga kirib ko'rishinglar mumkin. Mana bizda qanaqa buqani zotlari bor. Mickey Mouse. Ko'ring, shu etlar bor. Mana bu ikkinchisi, bu ikkinchi kattasi bu. Mana bu nima deyapti bu? Ha, joningdan. Joning sog' bo'lgir dedim-a, hayda. Endi bir boshidan ko'rsataman sizlarga mollarni. Ko'ringlar mana. Angus. Shved paroda bular. Mana nima deyapti bu sifat? Ha, joning sog' bo'lgir. Hayda. Mana. Mana ke buqalarning sifatlari. Narxlarini aytib o'tib ketaman, hurmatli yurtdoshlar. 20 milliondan 30 million, 35 million so'mgacha bor. Mana 35 millionlik mana bu buqani ko'ringlar. Alavay. Buni oyog'ida ozgina qolgan, oqsil ozgina oyog'ida borligi uchun o'sha tashqarida turibdi, suzib tashlatgani uchun. Bo'ylari 1.60. Bo'yi 1.60 buni. Keyin mana ki. Mana Greenfordchan. Sementalli udari mana. Ha, joningdan. Mana nima deyapti shvedcha? Bu nima deyapti? Kelaverasizlar yurtdoshlar. Sifat mollarimiz bor. Oyoqlarim mana qo'y. Ha, buchi. Ha, joningdan, joning sog' bo'lgir. Mana ke. Arqalarini qarang, oyoqlarini qarang, poychalarini qarang. Mana Greenfordlar. Bu yerda 35 ta mol, 35 tani bitta joyga to'xtat degan odamga 25 million so'mdan ketdi O'zbekiston bo'ylab. Narx-navolar qanaqa narx-navolar? Yurtdoshlar mana buchi. Voy joningdan. Joning sog' bo'lgir. Mana ki. 3 oylikdan 11 oylikgacha bor bu yerda, 11 oylikgacha. Kelaverasizlar hurmatli yurtdoshlar, pastda nomer qoldiramiz. Aloqaga chiqaverasizlar. 35 tasini bitta joyda to'xtat degan odamga 25 milliondan ketdi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar yurtdoshlar. Pastda nomerlar qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar.